Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Abduhamidxon opamiz bilan bog'landingizmi? Kim bilan? Oyxon opamiz bilan. Ha. Qizimni siz bo'lsa ham kutishga chaqiryapmiz. Ha, mayli kutamiz. Bugun tavallud kuningiz ekan opajonim. Ha, tavallud ayyomim. Opajonim shu fursatdan foydalanib, bugun sizni tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan, jamoamiz nomidan sizni Xo'p, rahmat. uzoq umr, sihat salomatlik, oilangizga baxt, omad, ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Rahmat. Opajonim, biz sizni dildan tabriklash loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ha. Bizni loyihamiz orqali sizni yana bir yaqin insoningiz tabriklamoqchi ekanlar. Kim ekan? Taxmin qila olasizmi, u inson kim? Turmush o'rtog'im bo'lishi mumkin. Judayam to'g'ri topdingiz. Sizni yaxshi ko'ruvchi, ahli oilasi uchun hamma narsaga tayyor turib, siz bilan yo'qchilikda ham, to'qchilikda ham yoningizda yelkadoshingiz, juft halolingiz, qolaversa farzandlaringizni mehribon dadajonlari, qovakajonimiz sizni dildan tabriklash loyihasi bizning loyiha orqali sizni qalbdagi dilnomalarni isbot qilmoqchi ekanlar opajonim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin, u kishidan Alloh rozi bo'lsinlar. Ro'za Ramazon hayiti ayyomlari bilan. Ijozat bersangiz, o'qib bersak. Xo'p, mayli, ijozat beramiz. Halolim, hayotxon, seni bugungi 49 yoshni qarshilagan bahoring bilan chin qalbdan tabriklayman. Senga dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni, ezgu niyatlarni tilab qolaman. Do'st yaqinlaring baxtiga doim sog'-omon bo'lgin. Yuzingdan kulgu, tabassum arimasin. Hayotda hech qachon g'am qayg'u ko'rmay yashagin. O'zingning bekasi, seni yaxshi ko'raman. Yana bir bor tavallud kuning muborak bo'lsin deya yurakdagi dilnomalarini bizga izhor qilgan ekanlar opajonim. Rahmat. Shuncha kattakon e'tibor berib, shuncha vaqt ajratgani uchun kattakon rahmat. Shu o'rtog'ingizga bizdagi gaplaringiz bo'lsa, bizning loyiha orqali bemalol izhor qilishingiz bo'ladi opajonim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga erishsin. Hamisha bizlarda farzandlarimiz baxt kamolini ko'rib, uyimiz ustuni bo'lib, umri uzoq, tani joni sog' salomat bo'lib yursin. Ishini omadini, xayr barakasini bersin ro'za Ramazon oyida. Rahmat opajonim, sizga ham shunday Sizga ham kattakon rahmat. Shunday siz ham kech bo'lsa ham shunday tabriklar izhor qilganlaringiz uchun sizlar ham oilalaringiz boshiga sog' salomat yuring. Oilalaringiz boshiga nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga erishing. Sizlar ham charchamaysizlar. Hayit ayyomlarni yaxshi kutib olingizlar. Chiroyli tilaklar uchun rahmat opajonim. Bunday yoshlarni ko'pini ko'ring. Doim baxtdan sevilib yashang. Har doim yaqinlaringizni mana shunday e'tiborda bo'ling deya biz siz bilan xayrlashamiz opajonim. Yaxshidan qoling. Rahmat.
tagida tanho gulsan Navoyu nazmimu ko'ngil kuyimsan O'zing bilib bilmay yorim aslida Joy olib bo'lgansan jonu dilimdan Ifodingdan olov bo'lib yonaman Shunday telbamanmi yo devonaman Meni go'zallar menga zor bo'lsa ham Sendan zo'r yo'qligin tan olaman Sendan zo'r yo'q Sendan zo'r yo'q Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q Sendan zo'r yo'q Sendan zo'r yo'q Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q Ko'zlaringga tushsa tamom ko'zlarim O'z-o'zidan adashadi so'zlarim Ko'rmoq boru ko'rishmoq yo'q naqlay Tog'chay hasratlarda qolar hislarim Gulim desam guldan go'zal olasan Sevgim ertagida zo'rlab sonasan Dunyo go'zallari bo'lsin bir tomon Sen men uchun bittasan bir donasan Sendan zo'r yo'q Sendan zo'r yo'q Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q Sendan zo'r yo'q Sendan zo'r yo'q Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q